Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun biz matematikadagi eng qiziq mavzulardan biri bo'lgan chiziqli tenglamalar sistemasi bilan tanishamiz. Bu mavzu nafaqat maktab darsliklarida yoki universitetda, balki iqtisodiyotda ham, kundalik hayotingizda ham juda ham kerak bo'ladigan mavzulardan biri hisoblanadi. Demak, mavzuni o'tishni boshladik. Chiziqli tenglamalar sistemasi bu nima degani? Bu birinchi darajali noma'lumlar qatnashgan chiziqli tenglamalar sistemasi bo'ladi. Ya'ni birinchi darajali noma'lum tenglamalar qanday ko'rinishda bo'ladi? Ax plus by teng s ko'rinishidagi tenglamalar bo'ladi. Ya'ni noma'lumlarning darajasi bu yerda 1. Shu sababli bu birinchi darajali noma'lum tenglama hisoblanadi. Bunda a, b va s lar bular o'zgarmas sonlar. O'zgarmas sonlar hisoblanadi. Bu yerda x va y lar esa bu noma'lumlar hisoblanadi. Noma'lumlar. Ya'ni shu kabi tenglamalarni birgalikda ko'radigan bo'lsak, bu chiziqli tenglamalar sistemasini hosil qiladi. Ya'ni chiziqli tenglamalar sistemasi qanday ko'rinishda bo'ladi? Bu yerda sistema belgisi bo'ladi va a1x plus b1y teng s1, a2x plus b2y teng s2 ko'rinishidagi tenglama sistemasi bo'ladi. Ya'ni bu yerda birinchi darajali ikkita noma'lum tenglama ko'rib chiqilyapti. Buni chiziqli tenglamalar sistemasini yechishni 3 ta usuli bor. Ya'ni 3 ta usuli bor. Birinchi usuli bu nima edi? Birinchi usuli bu o'rniga qo'yish usuli. O'rniga qo'yish usuli. O'rniga qo'yish usuli. Bunda bir noma'lumni ikkinchisi bilan ifodalab olib, pastki tenglamaga, ya'ni ikkinchi tenglamaga qo'yib, unda noma'lumni topib olamiz. Ya'ni qanday ko'rinishda bo'ladi, uni ham video davomida ko'rib o'tamiz. Ikkinchi usuli bu qo'shish usuli hisoblanadi. Qo'shish usuli. Ikkinchi usuli bu qo'shish usuli. Qo'shish usulida tenglamalar sistemasidagi tenglamalarga qandaydir koeffitsiyentlarni ko'paytirib, ularni qo'shamiz va yo x ni yoki y ni yo'q qilib yuborib, ikkalasidan birini yo'q qilib yuborib, ikkinchi koeffitsiyentni, masalan, x ni yo'q qiladigan bo'lsak, y koeffitsiyentni, y ni yo'q qiladigan bo'lsak, x ni koeffitsiyentini topib olishimiz kerak bo'ladi. Keyingisi, uchinchi usuli bu grafik usuli hisoblanadi. Grafik usuli. Grafik usuli hisoblanadi. Grafik usulida biz asosan chizmalar bilan ishlaymiz. Ya'ni chiziqli tenglamalar sistemasini koordinata o'qiga chizib olamiz va ikkita sistema, o'sha ikkita tenglamalar agarda bir-biri bilan kesishsa bitta yechim hisoblanadi, ya'ni yechimi bo'ladi. Agar ular parallel holda joylashgan bo'lsa, umuman bu tenglamalar sistemasini yechimga ega bo'lmay qoladi. Agar ular ustma-ust tushib qoladigan bo'lsa, chiziqlar ustma-ust tushib qoladigan bo'lsa, bu cheksiz ko'p yechim degani. Demak, videoning davomida bu usullarni, uchala usulni ham ko'rib o'tamiz. Demak, quyidagi misolda boyagi 3 ta usul orqali ishlab ko'ramiz. Demak, birinchi usul bu o'rniga qo'yish usuli. O'rniga qo'yish usuli. Ya'ni yuqoridagi birinchi tenglamada o'zi shundoq ham y teng 2x plus 5 degan ko'rinishda ifodalangan bu tenglamamiz. Demak, y ning o'rniga biz ikkinchi tenglamaga 2x plus 5 ni qo'yib yuboramiz. Ya'ni mana bu yerdagi y ning o'rniga 2x plus 5 ni qo'yib yuborsak, bizda quyidagi tenglik hosil bo'ladi. 2x plus 5 teng 3x plus 2 ko'rinishidagi ifoda hosil bo'ladi. Tenglik hosil bo'ladi. Endi biz 2x ni 3x ni bu tarafga, ya'ni x larni bir tarafga, o'zgarmas sonlarni esa bu tarafga o'tkazib olamiz. 2x ni ayiramiz. 3x bu tarafga o'tganda manfiy ishora bilan o'tadi. 3x teng 5 bu tarafga o'tganda esa yana manfiy ishora bilan o'zgaradi. Ya'ni -5 plus 2 ko'rinishda bo'ladi. 2x dan -3x ni ayiradigan bo'lsak, bizda -x -5 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsak, bu -3 bo'ladi. Bizda tenglikning bu tarafida -1 bor. -1 ni bu tarafga bo'lish qilib o'tkazib yuboradigan bo'lsak, x teng 3 degan yechim chiqib keladi. Bizda x teng 3 bo'ldi. Endi y ni topishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, x ni o'rniga qo'yib yuboramiz. Yoki bunga, yoki bu tenglamaga qo'yib yuborsak ham chiqadi. Demak, y biz birinchi tenglamaga qo'yib yuborsak, 2 ko'paytirilgan x ni o'rniga 3 qo'yadigan bo'lsak, 3 plus 5. Ya'ni 2 ga 3 ni qo'shadigan bo'lsak 6, 6 ga 5 ni qo'shadigan bo'lsak
11 bo'ladi. Ya'ni bu tenglamamizning javobi 3 11 degan yechim ekan. Ya'ni x'imiz 3 bo'lganda y'imiz 11 va bu tenglamamizning sistemamizning yechimi 3 11. Bu birinchi usul edi. Endi ikkinchi usulda hisoblaymiz. Ikkinchi usul bizda qo'shish usuli edi. Qo'shish usuli. Ya'ni quyidagi tenglamani y teng 2x plus 5 y teng 3x plus 2. Xo'p, birinchi tenglamani biz minus 1 ga ko'paytirib yuboramiz. Minus 1 ga ko'paytirib, bu ikkala tenglamalarni bir-biriga qo'shib yuboramiz. Ya'ni minus 1 ga ko'paytirsak, tenglamamiz minus y minus 2x plus minus 5 bo'ladi va y teng 3x plus 2. Ikkinchi tenglamamiz o'z holida qoladi. Endi bu ikkalasini qo'shib yuboradigan bo'lsak, y ni y ga, minus 2x ni 3x ga, minus 5 ni 2 ga qo'shib yuboramiz. Minus y ni y ga qo'shadigan bo'lsak, bizda 0 bo'ladi. Minus 2x ga 3x ni qo'shadigan bo'lsak, bizda x bo'ladi. Minus 5 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsak, minus 3 bo'ladi. Endi minus 3 ni xohlasak bu tarafga o'tkazib yuboramiz. Bu tarafga o'tkazib yuboradigan bo'lsak, 3 teng x bo'ladi. Ya'ni x'imizning yechimi 3 ga tengligi kelib chiqadi. Endi buni ham x degan 3 degan yechimimizni ham yo bu tenglamaga yoki bu tenglamaga qo'yib ko'ramiz. Biz ikkinchi tenglamaga qo'yib ko'raylik. Sababi birinchisida birinchi tenglamaga qo'yib ko'rgan edik. Isbotlash uchun ikkinchi tenglamaga qo'yib ko'ramiz. Ya'ni 3 ko'paytirib 3 plus 2. Bu 3 kere 3 9. 9 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsak, bizda 11 bo'ladi. Demak, bu usulda ham tenglamamizning javobi 3 11 chiqdi. Ya'ni x ga 3 berganimizda y'imiz 11. Ya'ni bu ikkita tenglamalar sistemasining kesish nuqtasi, ya'ni grafik usulida ko'rsak, kesish nuqtasi hisoblanadi. Endi uchinchi usul grafik usuli. Grafik usulida asosan chiziqli tenglamalar sistemasida uni aniq o'lchamli da ko'rish kerak. Ya'ni masalan kattalik daftarda ishlaganimizda yoki qandaydir programmalarda ishlaganimizda bu aniqroq ko'rinadi. Masalan ko'rib chiqadigan bo'lsak, hop, Descartes koordinatalarini chizib olamiz. Endi bizda y teng 2x plus 5 degan tenglamani, ya'ni bu chiziqli tenglama, buni chizib olamiz funksiyasini. X ga 0 berib oladigan bo'lsak, bizda y'imiz 5 bo'ladi. Y ga 0 berib oladigan bo'lsak, x'imiz minus 2,5 bo'ladi. Ya'ni minus 2,5. Endi bu tenglamamiz, bu chizig'imiz, funksiyani chizig'imiz quyidagi ko'rinishda o'tadi. Taqriban shunday ko'rinishda o'tadi va ikkinchi tenglamamizni chizib olamiz, ya'ni y teng 3x plus 2. Buni tenglamamizni chizishimiz uchun x ga 0 beraveramiz. Shunda y'imiz 2 bo'lib qoladi. Ya'ni sal yuqoriroqdan 2 bo'lib qoladi. Y ga 0 beraveradigan bo'lsak, x'imiz minus 2 taqsim 3 bo'ladi. Va ular agar buni davom ettirib yuboradigan bo'lsak, bizda mana shu nuqtada kesishadi. Ya'ni mana shu nuqtada kesishadi. Bu nuqtamizning koordinatasini aniq bir tekislikda topishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni aniq bir o'lchamli tekislikda, masalan, kattalik daftarda ishlaganimizda yoki-da biron bir aniq приложенияларда, ya'ni ilovalarda ishlaganimizda bu aniq ko'rinadi. Biroq agar mana shunaqa ko'rinishda ishlaydigan bo'lsak, buni topish biroz qiyin bo'ladi. Lekin mana bu qolgan ikkita usul orqali buni grafikini chizsak bo'ladi. Ya'ni bizda yechimlarimiz 3 11 edi, to'g'rimi? Ya'ni y o'qida buning koordinatasi 3 11 edi. Ya'ni bu taraf x o'qida 3 ga teng, y o'qida esa mana bu nuqtamiz 11 ga teng ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni grafik usuli xuddi shu ko'rinishda ishlanadi. Endi bu misollarni yana ham chuqurroq o'rganishimiz uchun yana boshqa misollar bilan ishlab ko'ramiz. Quyidagi misolni boyagi 3 ta usuldan ixtiyoriy bittasi orqali ko'rib chiqamiz. Undan oldin esa bu misolni soddalashtirib olamiz, ya'ni qavslarni ochib yuboramiz. Bizda 2x plus 2y minus 3x plus 3y bo'ladi teng 3 ga. 3 da qavs ochib ko'paytirib oladigan bo'lsak, 3x plus 6y minusda x minusda y teng 9 ko'rinishda bo'ladi. Endi xlar bilan xlarni, y'lar bilan y'larni qo'shib yuboramiz yoki ayiramiz. 2x dan
minus 3x ayiradigan bo'lsak, bizda minus x. 2y ga 3y qo'shadigan bo'lsak, bizda 5y bo'ladi. Teng 3 ga. 3x ga 3x dan minus x dan x dan ayiradigan bo'lsak, 2x. 6y dan y ayirib tashladigan bo'lsak, 5y bo'ladi. Teng 9 ga. Endi bunda ko'rinib turibdiki, qo'shish usulidan foydalanganimiz qulayroq. Ya'ni yuqoridagi tenglamani 2 ga ko'paytirib, ikkala tenglamani qo'shib yuboradigan bo'lsak, bizda x lar yo'qolib ketadi va y koeffitsiyenti o'zi qoladi. Ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, minusda 2x plus 10y teng 6 bo'ladi. 2x plus 5y bo'ladi. Teng 9 ga. Xo'p, endi bu ikkala tenglamani qo'shib yuboradigan bo'lsak, 2x dan minus 2x ga 2x qo'shadigan bo'lsak 0 plus 10y ga 5y ni qo'shib yuboradigan bo'lsak 15y bo'ladi. Teng 6 ga 9 qo'shadigan bo'lsak, bu ham 15 bo'ladi. Shunda y teng 15 ni bu tarafga bo'lish qilib o'tkazib yuboradigan bo'lsak, 15 ni 15 ga bo'ladigan bo'lsak 1 bo'ladi. Bizda y teng 1 degan yechim chiqdi. Endi bu y teng 1 ni ixtiyoriy yo bunisiga yoki bunisiga qo'yib ko'ramiz. Hop, birinchi tenglikka qo'yadigan bo'lsak, tenglamaga minus x plus 5 ko'paytirilgan 1 teng 3 ga. Minus x teng bo'ladi 3 minusda 5 ga. Bundan x teng bo'ladi 3 dan 5 dan ayirib yuboradigan bo'lsak, minus 2 minus x bo'lsa, 3 dan 5 dan ayiradigan bo'lsak, minus 2. Bundan x teng 2 degan yechim kelib chiqadi. Ya'ni minus 1 da minus 2 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, x teng 2. Demak, bu tenglamalar sistemasimizning yechimi 2 yu 3 degan nuqtada ekan. 2 yu 1 degan nuqtada ekan. Ya'ni y imizning qiymati 1 chiqqani uchun. 2 yu 1. Endi boshqa tenglamaga o'tadigan bo'lsak, hop, keyingi tenglamamizni ko'radigan bo'lsak, ya'ni x kvadrat minus y kvadrat teng 5, x plus y teng 1 bo'lsin. Ya'ni hop, bunda biz yuqoridagi tenglamani qisqa ko'paytirish formulalarida ochib ko'ramiz. Ya'ni x minus y x plus y ko'rinishda teng 5 ga. Pastdagi tenglamamiz x plus y teng 1. Ko'rinib turibdiki, bu yerda x plus y teng 1, bu yoqda ham x plus y bor. Demak, x plus y degan tenglamani ifodani o'rniga 1 da qo'yib olsak bo'ladi. Ya'ni x minus y teng 5 bo'lib qoladi. Shunda x plus y teng 1 bo'lib qoladi. Buni qavsa shart emas. Xo'p, endi bunda oson ko'rinishga kelib qoldi. Ya'ni ikkalasini shunchaki qo'shib yuboradigan bo'lsak, bizda y koeffitsiyentlar yo'qolib ketadi. Ya'ni y noma'lumlar yo'qolib ketadi. 2x teng 6 bo'ladi. X teng 3 degan yechimimiz chiqadi. X teng 3 degan yechimni birinchi tenglamaga olib borib qo'yaylik. 3 minusda y teng 5 ga. Bundan y teng minus 2 ligi kelib chiqadi. Demak, bu tenglamalar sistemasimizning yechimi 3 minus 2 ekan. Endi quyidagi 3 ta birinchi darajali noma'lum tenglamalar qatnashgan tenglamalar sistemasini ko'rib chiqamiz. Bu yerda x plus y teng minus z teng 0, x plus y plus z teng 6, 2x plus y plus 3z teng 13 ko'rinishda turibdi. Bu yerda 3 ta, demak biz undan ikkitalik tenglamalar sistemasiga keltirib olishimiz kerak, ya'ni noma'lumlarni yo'qotib. Xo'p, ko'rinib turibdiki, birinchi va ikkinchi tenglamalarni qo'shib yuboradigan bo'lsak, bizda z koeffitsient yo'qolib ketadi. Bularni qo'shib yuboradigan bo'lsak, bizda 2x plus 2y teng 0 bo'ladi. 2x plus 2y teng 6 bo'ladi. 0 emas, chunki ikkalasini qo'shib yuborganimizda 0 ga 6 ni qo'shsak 6 bo'ladi. Bundan x plus y teng 3 ligi kelib chiqadi. X plus y teng 3 ligidan z noma'lumni ham topib olsak bo'ladi. Ya'ni yuqoridagi x plus y ni o'rniga 3 qo'yib yuboradigan bo'lsak, bizda 3 minus z teng 0 bo'ladi. Bundan z teng 3 ligi kelib chiqadi. Biz z noma'lumni topib oldik. Endi bizga x plus y x ni ham y ni ham topib olishimiz kerak. Bunda z larning o'rniga 3 qo'yib olsak ham bo'ladi yokida mana bu x plus y teng 3 degan koeffitsiyentga yana bitta tenglama hosil qilsak bo'ladi. Masalan, mana bu yuqoridagini 3 ga ko'paytirib yuboradigan bo'lsak va uni oxiridagi 3-chi tenglama bilan qo'shib yuboradigan bo'lsak, bizda z lar yo'qolib, x, y koeffitsiyentlar uning o'zi qoladi, ya'ni noma'lumlarning o'zi qoladi.
ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, 3x plus 3y minus 3z teng 0 va 2x plus y plus 3z teng 13 bo'ladi. Buni bitta sistema qilib olib turib, ikkalasini qo'shib yuboradigan bo'lsak, bizda 5x plus 4y teng 13 degan bitta tenglama hosil bo'ladi va endi x plus y teng 3 degan tenglama bilan 5x plus 4y teng 13 degan tenglamalarni bitta sistema qilib ishlaymiz. X plus y teng 3 degan va 5x plus 4y teng 13 degan. Endi bu yerda boyagi qo'shish usulidan foydalanamiz. X koeffitsiyenti yo'q qiladigan bo'lsak, -5 ga ko'paytirib, ikkalasini qo'shib yuboramiz. -5 ga ko'paytiradigan bo'lsak, minusda 5x minus 5y teng minusda 15 ga. 5x plus 4y teng 13 ga. Endi bu ikkalasini qo'shib yuboradigan bo'lsak, bizda x lar yo'q bo'lib ketadi va -5y ga 4y ni qo'shib yuboradigan bo'lsak, bu -y bo'ladi. Teng -15 ga 13 ni qo'shib yuboradigan bo'lsak, -2 bo'ladi va -1 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, y teng 2 degan yechimimiz chiqadi. Y teng 2 degan yechimni xohlasak birinchi tenglamaga yoki ikkinchi tenglamaga qo'ysak bo'ladi. Kelinglar birinchi tenglamaga qo'yaylik. Birinchi tenglamaga qo'yganimizda x plus 2 teng 3 bo'ladi. Shunda x teng 1 ligi kelib chiqadi. X teng 1. Shuni ham aytib o'tishim kerakki, x, y, z bu yerda 3 ta noma'lum qatnashgan. 3 ta noma'lum qatnashganini grafik usulida ishlash biroz qiyin bo'ladi, chunki uje 3-chi noma'lum qatnash degani bu 3-chi kenglikka o'tib ketdi deganida, ya'ni 3-chi fazaga o'tib ketdi degani. Shuning uchun buni qo'shish usulida yoki o'rniga qo'yish usulida hisoblagan juda ham oson va qulay hisoblanadi. Demak, bu tenglamamizning yechimi bizda 1, 2 va 3 ekan. 1, 2, 3. Buni to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini tenglamalar sistemasiga qo'yib tekshirsak ham bo'ladi. X ni o'rniga 1 qo'yib yuboradigan bo'lsak, birinchi tenglamaga qo'yib tekshiramiz. X ni o'rniga 1 qo'ysak, 1 plus y ni o'rniga esa 2 qo'yib yuboramiz. 2 minus bizda z ni o'rniga esa 3 qo'yib yuboramiz. Va buni ko'rib turibsizki, 3 minus 3 bu 0 ga teng bo'ladi. Qolgan tenglamalarga ham qo'yib ko'radigan bo'lsak, bu tenglamalar har doim qanotlantiradi. Demak, agar qanotlantirmasa, demak biz qayerdadir xato qilgan bo'lamiz. Shu sababli oxirgi chiqqan javobni ham har bitta tenglamaga qo'yib ko'rishlik ham yaxshi variant bo'ladi, agar misolning darajasi juda ham qiyin bo'ladigan bo'lsa. Lekin bu misolning darajasi oson bo'lganligi uchun buni qo'yib o'tirish ham shart emas. Demak, keyingi misolga o'tamiz. Xo'p, endi quyidagi misolni yechimini ko'radigan bo'lsak, bu misolning shartida a va b larning qanday qiymatlarida, ya'ni a va b sonlarining qanday qiymatlarida 5 va 1 degan sonlar juftligi bu tenglamalar sistemasining yechimi bo'ladi, deyapti. Bu tenglamalar sistemasining yechimi bo'lishi uchun x ga 5 qo'ysak, y ga 1 qo'ysak, bu tenglamalar o'sha 14 va 30 sonlarni qanotlantirish kerak bo'ladi. Endi qo'yib yuboramiz a va b sonlarini topish uchun. X o'rniga 5 qo'yamiz, y o'rniga 1 qo'yib yuboramiz. X o'rniga 5 qo'ysak, bu yerda 10a bo'lib qoladi. Minus y ni o'rniga 1 qo'yadigan bo'lsak 3b bo'ladi teng 14 ga. Endi pastdagisiga x ga 5 qo'yib yuboradigan bo'lsak, bizda 20a minusda y ni o'rniga 1 qo'yib yuboradigan bo'lsak 5b bo'ladi teng 30. Endi bu tenglamalar sistemasini a va b larni topib olishimiz kerak. Bunda ham ko'rinib turibdiki, mana bu 10 va 20 a'lar bir-biriga karrali sonlar bo'ladi, ya'ni bularni ko'paytirish qulay. Shuning uchun birinchi tenglamani -2 ga ko'paytirib yuborsak va ularni qo'shib yuborsak, bu yerda a'lar koeffitsiyentlar yo'q bo'lib ketadi, a noma'lumlar yo'q bo'lib ketadi. Shunda -2 ga ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, -20 ta a plusda 6b teng minusda 28 bo'ladi va ikkinchi tenglamamiz 20a minusda 5b teng 30 bo'ladi. Endi bu ikkalasini qo'shib yuboradigan bo'lsak, -20a ga 20a ni qo'shadigan bo'lsak 0, 6b ga -5b ni qo'shadigan bo'lsak, ya'ni ayru bo'lib ketadi-da, b ni o'zi qoladi, plus b teng -28 ga 30 ni qo'shib yuboradigan bo'lsak 2 bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, b teng 2 ekan. B teng 2 degan yechimni topganimizdan so'ng birinchi tenglamaga yoki ikkinchi tenglamaga qo'yamiz. Kelinglar birinchi tenglamaga qo'yaylik. Bunda 10 ni 2 ga ko'paytirsak, bizda a ni topishimiz kerak edi. 10a minusda b ni o'rniga 2 qo'yib yuboradigan bo'lsak 6 teng 14 ga. Bunda
10a teng 20 liga kelib chiqadi. Bundan a teng 2 liga keladi. Demak, bizda yechimi a va b sonlarimiz a teng 2 da va b teng 2 da. Bu tenglamalar sistemasining yechimi 5 va 1 ekanligini topib olishimiz mumkin. Demak, keyingi misolga o'tadigan bo'lsak, 3x teng 6. Xo'p, bizda bu tenglamalar sistemasida bizda quyidagi ifodani yechimini so'rayapti. Ya'ni x plus y plus z ifoda nechaga tengligini so'rayapti. Xo'p, buni topish uchun bizda qaraydigan bo'lsak, 2x plus 3y teng 25, 2y plus 3z teng 18, 2z plus 3x teng 6 turibdi. Bu yerda uchala tenglamada agar y'larni, x'larni va z'larni koeffitsiyentlar yig'indisi hisoblaydigan bo'lsak, masalan, 2x bu tarafda 3x yig'indisi 5x bo'ladi. 3y, 2y, buni ham yig'indisi 5y bo'ladi. 3z va 2z qo'shadigan bo'lsak, buni javobi ham 5z bo'ladi yig'indisi. Demak, biz uchala tenglamalar sistemasini ham, uchala tenglamalarni ham bir-biriga qo'shib yuboradigan bo'lsak, bizda quyidagi ifoda hosil bo'ladi. 5x plus 5y plus 5z teng. Buni hammasini qo'shib yuboradigan bo'lsak, 25 ga 18 ni qo'shadigan bo'lsak, birinchi 18 ga 6 ni qo'shib yuboraylik. Bu 24 bo'ladi. 24 ga 25 ni qo'shadigan bo'lsak, bu 49 bo'ladi. 49 bo'ladi. Demak, x plus y plus z ni 5 ni ikkala tarafga ham bo'lib yuboradigan bo'lsak, bizda x plus y plus z teng 49 taqsim 5 bo'ladi. Demak, bizda bu ifodaning yechimi 49 taqsim 5 lik kelib chiqdi. Endi biz bitta iqtidorli misollardan ko'ramiz, ya'ni eng qiyin darajali misollardan birini ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu yerda 5 ta noma'lumli 5 ta tenglamadan iborat bo'lgan tenglamalar sistemasi turibdi. Bu yerda qaraydigan bo'lsak, bizda 5 ta noma'lumli qatnashgan, ya'ni x1, x2, x3, x4 va x5 qatnashgan. Xo'p, endi bu 5 ta tenglamani birinchi hisoblash uchun 5 ta tenglamani qo'shib yuboraylik, qanday ifoda hosil bo'lishini ko'rib chiqamiz. Xo'p, 5 lasini qo'shib yuboradigan bo'lsak, bizda x1 dan nechta bor? x1 bitta, mana bu yerda x1 bor, x2 bu yerda bor va x1 yana bu yerda bor, ya'ni 3 ta x1 bor. Qaraydigan bo'lsak, har bir noma'lumdan 3 tadan bor, ya'ni 3 ko'paytirilgan x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 teng. Endi buni hammasini qo'shib yuboradigan bo'lsak, 6 ga, hop, 12 ga 8 qo'shadigan bo'lsak 20, 20 ga 10 30 va 6 ga 9 qo'shadigan bo'lsak, umumiy 45 bo'ladi. Bundan 3 ni bo'lish qilib o'tkazib yuboradigan bo'lsak, x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 bizda 15 ga teng bo'ladi. Endi ko'rib turibmiz, birinchi tenglamani qaraydigan bo'lsak, x1, x2 va x3 imiz bizda 6 ga teng. Bundan x4 va x5 ni topishdan foydalanamiz. Ya'ni mana bu yerga 6 ni qo'yib yuboradigan bo'lsak, 6 plus x4 plus x5 teng 15 bo'ladi. x4 plus x5 teng bo'ladi 9 ga. x4, x5 9 ga teng bo'ldi. Bu tenglikdan biz qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda x1 ni topib olsak bo'ladi. Ya'ni x4 bilan x5 ning yig'indisi bor va x1 o'zi alohida. Demak, mana bu 4-tenglamamizga qo'yib yuboradigan bo'lsak, 9 ni nima bo'ladi? 9 plus x1 teng 10 bo'ladi. Bundan x1 teng 1 liga kelib chiqadi. x1 teng 1 liga kelib chiqadi. Endi undan tashqari uchinchi tenglamadan ham x3 ni topib olishimiz mumkin ekan. Ya'ni x4 va x5 qatnashyapti bu yerda ham. Buni o'rniga ham 9 ni qo'yib yuboradigan bo'lsak, bizda x3 plus 9 teng 12 ga. Bundan x3 teng 3 liga kelib chiqadi. x3 3 liga kelib chiqdi. x1imiz esa 1 liga kelib chiqdi. Bundan x2 ni topib olishimiz mumkin, to'g'rimi? Yuqoridagi birinchi tenglamani qaraydigan bo'lsak, x3 ham bor, x1 ham bor. Bundan o'rniga qo'yib yuborsak, 1 plus x2 plus 3 teng bo'ladi 6 ga. Bundan x2 teng 3 liga kelib chiqadi. Demak, x2 ni topdik, x1 ni topdik va x3 ni topdik. x4 va x5 ni topishimiz kerak. Buning uchun mana bu oxirgi tenglamadan x5 ni topib olishimiz mumkin. Bunda x1 bilan x2 imiz bizda qiymatlarimiz bor.
Xo'p, o'rniga qo'yadigan bo'lsak, x5 plus x1 ni o'rniga 1 qo'yib yuboramiz. 1 plus x2 ni o'rniga esa 3 qo'yamiz. Teng 8 ga. Bundan x5 teng 5 4 ga kelib chiqadi. Ayirib oladigan bo'lsak, x5 imiz 4 ga teng. Endi x5 imizni topdik, x4 ni topishimiz uchun esa mana bu topgan tengligimizga qo'yib yuborsak ham bo'ladi. Ya'ni x4 plus 4 teng 9 ga. Bundan x4 teng 5 ga kelib chiqadi. Demak, bizda yechimimiz x1 teng 1, x2 teng 3, x3 teng 3 ga, x4 teng 5 ga va x5 teng mana bu yerdan 4 ga. Demak, bu tenglamalar sistemamizning yechimi 1, 3, 3, 5 va 4 ekan. Ya'ni agar endi buni to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini tekshirib ko'rish uchun ixtiyoriy bitta tenglamaga qo'yib ko'ramiz. Masalan, olaylik 5-tenglamaga yoki 4-tenglamaga. x4 ni o'rniga biz 5 qo'yib yuboramiz. 5 plus x5 ni o'rniga esa 4 qo'yib yuboramiz. Plus x1 ni o'rniga esa 1 qo'yib yuboramiz. 1. Buni hisoblaydigan bo'lsak 10 bo'ladi. Demak, bizning yechimimiz demak to'g'ri ekanligi qanoatlantiradi. Bu misollarda asosan iqtidorli misollar uchun hisoblanadi. Ya'ni ko'pchilik bu misollarni ishlashda xuddi shu usuldan foydalanadi. Agarda sizga ham ushbu mavzu tushunarli bo'lgan bo'lsa, obuna bo'ling.